bir zamanlarda bir o'quvchi o'sha Bag'dod vaqtida o'sha hozir Iroqning poytaxti Bag'dod shahri bor. Bag'dod shu joyda islom markazi bo'lganda, bütün ilmlarning markazi bo'lgan, o'qiydiganlarni berib ashada o'qib keldigan ashunda bo'lib ekan. Shu joyda bir o'quvchi Bag'dodga o'quvini beribdi. Sizlardagi o'zining vatanini tashlab, uzoqdan aşağı beribdi. O o'quvchi dadisi naydi kambag'alkan, uşaq ukulur varken, şuna aşağıda o'qib, tushgacha o'qiydi ekan, tushdan keyin ishlaydi ekan. Her gün tushgacha o'qiydi, tushdan keyin ishlaydi. Ishlagan pulni 3 ga araydi ekan. Onun bir bölüğünün 3'ning birini uyninki ijarasini, kirasini to'layotganga, yani 3'ning yana birini o'zining yemek içmek xarajatiga, yana bir bölüğünü dadisiga avatayotganga. Ashunda muntazam ayda ishlabdi. Bir kunlar kelganda ish tepilmay qolibdi. Ba'zi vaqtda ish tepilmay qoldigan, ish tepilmay qolgandan keyin shunda g'amkin aylatsa uyning egisi kelib kirani bergen bir qancha ay bo'lib ketdi, uyning kirasi degandan keyin men tirishmayapman, pul topsam berman degandan keyin bu sana bakalıq tug'izmayman bu yerda. 3 kungacha uyimni bakalab bergin. Bo'lmasa 3 kungacha kirani uyning pulini akagan deb tahdid qilib qo'ygan. 3 kungacha uyni bakalımsa men soqchi chaqirib seni sulutyapman turmaga deyotgan. Şuna degandan keyin shundan bilan 3 kungacha yana ishlaydi. Podshohning saroylariga bordi, mana yaxshi o'qishni bilgandan keyin, xat yozishni bilgandan keyin, tarjimonlikni bilgandan keyin, endi bundaqliqi katiblik degan xat yozib turgan ishlar chiqib qolar deb ayni bordi. Bosim ish yo'q uningga. Shunda qilib bir kuni ham qattiq g'amkinlikda menga yuribdi. Adam g'amkin bo'lgan chog'da nega ketayotganligini bilmay qoldi endi. Menga yuribdi, bir ko'chaga kirib ketdi. Bir ko'chaga kirsa, havo issiq, qusuqi och, o'zi usab ketgan. Shat bidani kona bir eshik, bir yepiqliq bir eshik ekan, shu eshikka yo'linib o'tiraydi. Shunda bir yo'lansa eshik ochilib ketdi, aqsiga yiqib tushkul qilib. Shunda qarasa bir bovoy yetyapti, yolg'iz bir bovoy, qeri adam. Voy balam miyaka deyotgan qarasida qo'g'ida, mazoliqda qo'g'ida boraymi, bormaymiz. Voy balam miyakagin, hech gap yo'q miyaka deyotgan. Ma'qul deb kelsa, u odam men hozir ulab ketishning oldida turyapman. Ulab ketish oldida turyapman. Meni qattiq bir uzum yegim kelib ketdi. Menga bir uzum ekib bergan bo'lsang deydi. Bu o'quvchining endi bitinmi yo'q hamda ekib beradi. Hech kim yo'q. Shuni bilan qanday qiladi? Ma'qul deb berib bozorga berib, bu odam ulab ketib qopibdi. Endi bir uzum bo'lsin, yevasin deb bozorga berib, uzumchidan menga bir, ya'ni 1 kilo uzum berang deb bo'lsa, biritga bergandan keyin qancha pul desa, 1 dirham degan. 1 dirham degan shu chog'dagi hamda kumush pulda, hamda 1 tangidek hamda dirham. Shuni bilan 1 dirham degandan keyin qarasa pul yo'q. Chapanamni sepirib turay, sizga chapanamni tutib turing. Men pul topganda kelib pulungizni beray, ama üzümni derhal apamızdan bo'lmaydi degan ma'qul aytgan. Shu üzümni olib turgan, olib qolgandan keyin u odam ash üzümni hamma 1 kilo üzümni yeyotganda abalig'im yeyangmi demayotgan hamda qarab o'tirgan, yeyotib pulab. Endi men balki 1 soatdan keyin ulab qoldim hamda oxir umrim kelib qoldi. Ya bir yer nima bor, ashani bir ochqin deyotgan. Ma'qul deb ochsak, g'o'm bir sanduq chiqqan. Sanduqning ichida oltin bo'lib kumush. Bu nima desa, bundaq bir ahvol bo'lgan. Men akam bilan birga shu Afg'onistonga, Hindistonga berib tijorat qilatdik. U chog'da shu yo'llarda qanday bir yerda hozirda gastinis, hotel bo'lmagandan keyin qo'noq deb qo'ymizgan endi u yerda qimda yotadigan, ya'ni dang deb qo'ydi Uyg'urchada. Ayda yerda yotgandan keyin qaroqchilar bor. Yo'lladimi qaroqchi bor. Qaroqchilar rekordtirlar hamda shu nimasini pullarni evatgan, o'ltirib evatgan ishlar bor. Haramga borganlarning burungi zamonida shu haramga ketib qolgan odamlarni shu arablar yo'lda bo'plab tutib olib, pullarni evilib o'ltirayotgan ishlar bordan burungi zamonlarda o'tmishlarda. Shu chaqda bir nimaga tushdik deydi. Bir qo'nadigan yatışqa bir yerga tushdik. Tushsak, u yerdagi odamlar dedi, bu yerning odamlari bak aska, ashunday rekordlar bor, bu yerda bulangchilar bor. Diqqat qilinglar dedi. Shuni men endi akamga dedim deydi. Oltin kumushlarning hammasini hozir menga bergin. Men bir yer ko'mab qo'yay buni. O'g'irlar kelib qolsa, menda bu qaroqchilar kelib qolsa,
Onu evamısan degandiki ma'qullab akam ba'di bir ko'mdim deydi. Ko'mib uxlab qoldim. Uxlab qolib bir vaqt qiyochiya ovoz chiqdi. O'g'ansam, nurg'un adam ularga yotdi. Men biyush men haliqa tayoq yemay qoldim ham bir nima deb qoldim. Shuni bunda qarasam, shu bir kishini o'g'iltiribdi, bir kimni so'rga turibdi. Shuni asta ko'zimni yetib oldim, shuni meni urmasin deb. Uli ketib bo'lganiga qarasam, akam mı yok bunun içinde? Akam yok deydi. İzdeymen akam yok. Bir qancha adam o'larga yotdi, bir qancha adam yaradar yotdi. Shuni asta turib men shu ko'mab qo'ygan oltinni elib ketdim deydi. Ketib 20 yıl oldu. Akamni izleyapman deydi. O çağda yani ilan qilg'ili olmaydi, hem de telefon yok, xat yok, pochta yok. Anda olgan degan izledim, topolmadim. Shu akamninki şu altını saklap akamның altını bu şu. Saklavatım. Hazır ben ölgül koptam hem de. Bu altının sinin hem de. Zaten hem de ahiretke eket kilo olmagan diken o dünyaya. Sinin hem de dedi. Şunu olan bunu maqul qanday qilma anda desem seniki halal oldu sana dedi. Maqul deb tursam birdenki rast bu adam ölüp kaldı. Bilip qalğan altında bayırga asla kömep qap men aşağıdaki Irak yaqini cemaatini chaqirib madamning namozini o'qiyli deb namozini o'qiyaptim. Namozini o'qiplab bu altında men shu chaqda elib ketdim. Bala shu nima qilgan? Bala elib ketgan. Hamda adam o'lib ketgan ekan. Elib ketgan ekan haliqi uyning kirasini bermay sarson bo'lib yurgan bala mo'yinda bir sanduq oltinga yig'ildi. Endi meni oltinim bo'ldi, hanim bo'lsa deb Muşunu olan men hem de aşık karşı tarafki bir üte, bu Fırat deryasında bir ötkün vardı, bir üte de basam deydim. Aşağıda ma ötküzüp kiyimi bilen, kıyıkla bilen de ötküzüp koyduk Allah. Birisi 10 dirhem deydi, birisi 20 dirhem deydi, ötküzüp koyduk. Şimdi bir kere bir adam otururken o adam da siz nima ishqimda o'tirib qoldingiz desam, hech kim kelmaydi mening qishimga meni qeri deb. Shunga meniki bikimni kelmaydi, bikimni pul vermaydi, menda turma, balki ehtiyojim bor degandan qanchaga o'tkazsam, 1 dirhamga o'tkazaman dedi o odam dedi. Ma'qul deb o'tirdim uni ular. O'tirib, bunda paranglashib qilsam, naydi ko'ngli bek bearam edi, bek xafalık va'da shunda turdi. Shuni siz qismingizni menga deb bering deb o odamga endi şu Allah bana şuncha sandıqda altını bergan, kambag'al adam ekan, bir siqim oltin beray deb tanglasam, o adam yig'lab ketdi dedi. Nimaga yig'laysan desam, men burun shunda boy odamdim men. Bir yerda shunda qaroqchilar besib kelgan kelishdim burun, ukam mening ash oltinimni siz bering, men saqlab turay debdi. Keyin qaroqchilar birlashib, ukam oltinni ekitibdi deb adam anda gumon anda Yaman guman qilib qolganda onu bilmagandikin. Degan qachon bo'lgan bo'lsa, Hijriya manchinchi yili, manchinchi oyning manchinchi kuni falon chaqda bo'lgan deydi. Deytgan. O'lib ketgan qopqa, o'lib ketgan odamni deb bergan. Mening ismim faloni, Hijriya falon yilin bo'yinda ish bo'lgan. Ukamning ismi, akamning etim mundaqdi, mening etim mundaqdi. Qarasa ikkisi o'xshash chiqib qoldi-da, o'xshash chiqib qolgandan keyin shuni bilan bu turib ketib bu altınga endi men iyi oldum sen igisi çıkıp kaldım buna deb nefsi deydi onunki nefsi şeytan bu senin adam bir vatte eketmemse dedi lekin akli deydi bunun bervatkan bilen bunun igisi çıkıp kaldı muş adamniki ekan bu anda olgan ki men muşunu birey deb şunu bir vat ediken bir vatkandan ki adam deydiken yerimini siz elin yerimini biringamasa desem yok senin hakkın var ki sen ağın ama aşı üzüm çapınanı kap gittim ama üzüm ağandan bir dirhemle bergen şunu bir vatayda bir dirhemle berip çapanını alırken üzümün pulusunu berip. Şunun için hem de işgailesine kelsem sakçılar yugurub gittim bunu aldı. Hay toxta deb hem de öyünün igisi çıkıştırgan bolsa men degan bolsa pulni vermedim. Men tutulga o'xshaydi desa, "Yo'q, sen tutqul kelmedok. Sen o'tganda sen podshoh sarayga işleymen deb keptin, o çağda iş yoktu. Hazır padişahın katibi ölüp kepti. Öldü adam. Şu ayda bir katip girip kaldı. Seni padişahın sarayga çağırdı. Yani maqul deb ayak barken. Bağgandan keyin şunu olan
u adı aşağıda mı? Men okuğa tutkan adamda medresem battı deganken tamam, o'qishini o'qigan, yarim kun o'qi, yarim kun bizda ishlagan, sana to'liq maosh beradi deb yuqori podshohning sarayida o'qigan yuqori maosh berdi. Yarim kun o'qiydi, yarim kun ishlaydi. Yarim kun o'qish orqali olim bo'ldi. Har kuni yarim kun o'qish orqali, yarim kun podshohning sarayida ishlash orqali bu odam mertebesi, mensibi üstte çoğuydu, çoğun oldu. Hele dastlabda aşağıdaki bir katip oldu, katip en ahır vezir oldu. O vezir diyen hani premier minister deyimiz var mı de? Premier minister diyen devletin başkuru demdi o. Devletin başkuru tamam mı? Vezir oldu. Vezir olap şunun degen naticik aşo yaxşı işlerini kıldı. Nurgun kitaplarını çıkırdı. Nurgun alimlarını yetiştirdi. Nurgun meçitlerini saladı. Bu adam tarihte İbn Hubeyr. YouTube'ga yazsanlar Muhammed İbn Hubeyr Veziril Abbasi deb chiqdi. Aşa adam mushunda olab en ahir bu adam vafot bo'lgan vaqtda Bag'dod xalqininki namozga chiqmag'ini qolmadi deydi. Hamma adam chiqib namozni o'qidi deydi. Shunchalik cho'ng nimaga erishdi? Ya'ni bu adam qanday qildi desa, nafsini yiqqanlik uchun, nafsini yiqqanligi va vaqtni g'animat bilganlik uchun yarim kun ishlaydi, yarim kun o'qiydi. Japaga chidaydi, lekin ashunda pul ayda kelgan bo'lsa-mu, lekin bu mening haqqim emas-ku deb Allohning yaxshisini kutib ayda qilganlik uchun bu odam boyliqni mana shunda usab shu cho'ng vezir bo'ldi. Ilmni shunda cho'ng nima qilib, shu zamonning muftiylariga o'xshash katta olim bo'ldi hamda shunda o'tdi. Demak, bu hayotda bunday bir gap bor. Rahat Japanı yaratdı, Japan rahatını yaratdı. Mesela de sizler uyanıldın ayrılgandayken musafirçilikte hem iş tel bolsumu, lekin yurtunu sevginisizler, vatanını sevginisizler, ata-ananı sevginisizler, üzerine aşağıdaki dostlarını sevginisizler. Yani Japan tatsız ne var? Muşu Japan'a chidab cho'qim men shu g'alabaga erishiman go, cho'qim men shu maqsad qilganimga erishiman deb ayda o'qisa, maqsadga cho'qim yetadi. Masalan, men o'zimni desam, kichik vaqtimda, sizlardek vaqtimda 12 yoshimda Qur'on yodlag'ini boshlaganman. 12 yoshimda. Shu chaqda bu Xitoy kommunistlari bilib qolsa, o'yladimda o'qitdik mana. Bilib qolsa, ustozimizni apirib sulab qo'ydi-da. Ustozimizni apirib sulab qo'ysa, biz çaresiz kalımız o çağda. Şuna bu öylerde okumay, bizim de padvallarda, kümürlüklerde, yenide kümür, yanında otan. Aynı padvallarda okup, kışlıkta mı aynı soğuk padvalda oturup, onda cuğud etkanın bağı, cuğunu kiyip oturup aynı okuyordukça, bir taraftan okuş var. Bir taraftan Kur'an yok, yadlaydıkan Kur'an yok. Kur'an intayın az o çağda. Çünkü komünistler bunun Kur'an'ını köydürüp atkan koyayım da. Hem Kur'an boğandı mı Kur'an'ın da yadlaş için səbisi tamam Kur'an deyimiz. Her səbinin ahırda toxtaytkan mındaq bir Kur'anlı vaatdı. Hazır şunda ağamda dünyadaki Kur'anlı standart aşında. Şu Kur'an-ı Kerim yok. Şunda boğandayken biz başqalardan surap durumuz mesela. Birisi deyimiz uyda Kur'an bademge ma Kur'an'ınızı birip durun. Biz yadlı valayla, mani okuvalayla keyin qaytırıp elsek maqul deb birdi. Yani bir yerim yıl ötken ya bir qancha ötken ki mening ya balam ya nevram o'qiydigan bilan Qur'onni biring deydi. Setib biring desa ya Qur'onni sotmaymiz deydi. Bizning xalqimiz ashunda bak yaxshi ixlosli xalqda Qur'onni setishga bo'lmaydi degan e'tiqodi bor. Shunda qilib 11 Qur'on almashtirdim. Ben 2,5 yılda Kur'an'ı yadlap oldum. 2,5 yıl içinde 11 Kur'an almıştım. Bir Kur'an'ı yadlap okup gelsem 2 stat oldu. Yani birisi okup gelsem 1 stat oldu. Şunu deyken ustazımı da akırıp, ustazımı çağırıp, ustazım üzünün yadlagan Kur'an'ını verip bana, Moşu Kur'an'ını yadlagan sana bədim de verdi. Bəgən ustazımın mən bil tən, Abdurrahman da bir balıs vardı. İkimiz de her gün muşluş uruş attık, burnumuzdan kanı tattık da. Bir gün benim burnumun kanası, bir gün onun burnunun kanı tattık, aynı uruş attık hem de. Şunu olan Abdurrahman bil uruşup kalsam, dadamın kuru ne de ev aldı da bunu. Ev aldık o günü ben ders tekrar kılmayı. Şunun dikinden ustaz, Kur'an nimesine tekrar kılmadı, savakını ötkez bana dese, Abdurrahman Kur'an'ı ev aldı diken o tayak etti de. Şunun olan habdan boldu bu, yakşıken bu da, onun diken üzem şu üzem atey aynı uruşup bezde, aynı kılsam, keyin ustazım bilip kaldı, bilip kalıp o tayak meyit kabulap kaldı onun diken. Kur'an'ı Abdurrahman ev alsa, savakını tapşırmaydıgan işken koyda bir gün keçki oynaydım uçakta. An aşında kılıp
Shunda bo'lgan kunlarning birida bozorda shu ketib bo'lsam, bir Qur'on uchirdi, bir Qur'on ekan. 95 yuan dedi. 95 yuan degan hamda ajoyib cho'ng pul shu vaqtida. Dadam belediyede ishlaydi. Dadamninki maoshi bir oylik maoshi 80 yuan edi. Qur'onni 95 yuan dedi. 95 yuanga shu chog'da dadam bir oylik maoshini qo'shib, yana pul qo'shib ashuni ipadi. Eppaganki mening bir Qur'onim bo'ldi deb, bir kecha Qur'onni quchoqlab yotdim. Qur'onni quchoqlab Qur'onim bo'ldi deb. Shunda xo'jalikda. Endi hozir qarasanglar, Qur'on shunchalik telefoningni qarasanglar ba, mishga kelsanglar ba, maktabdan ba, hamma yerda ba Qur'on shunchalik endi uni bak tirishib o'qiyotgan odam yo'q. Endi hozir bu Qur'on o'qib o'tirishdan qo'rqmaymiz. Hukumat buni to'smaydi. Burungi zamonda bizning yashagan vaqtimizda hukumatdan qo'rqib ustozimizni tutib olamdiki deb ayna podvallarda adam ko'maydigan yerda o'qiydik. Andın Qur'on yo'q, Qur'onning qiyinchiligini tortatdik. Hozir u qiyinchilikni hech qarshi yo'q. Sizning birla qiyinchilikinglarda agar bo'lib qolsa, ota-onangni seg'ilish, vatanni seg'ilish, yurtinglarni seg'inish, yurt jamoatlarni, uyingni seg'inish shunamanda. Mo'shuningga chidab bersangiz, sizlar qolgan ishlaringning hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi mo'shunda har bir musofirchilikdagi har bir jafo mushaqqat, har bir seg'inishga Alloh taolo hassilab siz savob yozadi. Çünkü İslam Allah'ın yolda çıkan muhacir hesapta da Allah'ın yolda çıktığını uyanıldığını. Allah'ın yolda çıkanken bizim bütün yürüyüş duruşunla, oturuşunla, uxlışınla, tamak yiyişinla, ders okuşun hemmesi ibadet katarın sanılır. İbadet demesi de. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhalallahu tariqan ilal cennet dedi. Kimki ilim okuş için bir yolga kelsa, yani ilim okuş yolga kelsa, Allah onun cennetke kirişini oңайлаштырды dedi. Yani ilim yolga kirgen adamның cennetke kirişi oңай bo'ldi, boshqa adamlarga qaraganda. Şoňa sizlar şu cennetning yo'lda ketib qolgan kishilarcha hamda sizlarniki bir tepilmas bir fursat mushu vaqtinglar. Endi yana bir hadis var sizlar bilisizlar. Qiyomat kuni, qiyomat bo'lgan chog'da hisob maydoniga insonlar kelganda havo noat qattiq isib ketadi, shunda issiq talab ketadi insonlar. Shunda chog'da 7 xil kishini Alloh taolo arshning soyasida bir soya bulab bir soya deganning bo'g'imi noat rohatda hamda u o'shuninki birisi 7 xil kishining birisi yosh vaqtida Allohga ibodat qilib o'tgan yoshlar. Qirg'an chog'dan men o'g'il qopdan ibodat qilmasam bo'lmaydi deb qilmayamda uni sizlar yosh chog'da qilgan ibodatni Alloh taolo noat va qimmat baholaydi. Shunga shu qiyomat kuni arshning soyasida soydaydigan 7 kishining qatoridan sanagan gapimdan. Shuni sizlarni davlat atlab vatanning tashlab misha kelgandan o'qigandan ravorus o'qish kerak. Bo'lmasa, sizlar vaqtingizni o'tkazib, ancha ko'ngil bilmay, chiqib kun o'tsa bo'ldi, vaqt o'tsa bo'ldi, qancha o'qisak o'qamiz deb bunda plansiz o'qisanglar maqsad amalga oshmaydi. Sizlar plan bo'lish kerak. Cho'qim men shu 1 yilning ichida ya qo'shimcha manchi kitobni o'qiyapman. Yoki shu darsimda endi men hozir 4 o'sminning darajam 5 ga o'taman. Yoki men manchlar Qur'on yodlagan bo'lsam, manch para yodlayman. Deganga o'xshash egzamga plan qilib olib, ayda qilgandan keyin, shu plan bilan ish qilgandan keyin bu ish amaliyotda bak g'alabalik bo'ldi. Agar faqat plan yo'q, bo'lsa bo'lgancha bo'ladi desa, faqat g'alabaga erishib olmaydi. Cho'qim plan bo'lish kerak. Shu plan tuzishdimi? Shu Amerika'daki Kaliforniya Üniversitesi'de o'qish bitirib bo'lgan bolalarni chaqirib ularni sizlar keldigan 10 yil ichida nima ish qilishlar deb statistika qilibdi. Sizlar bir şey yozib beringlar. 10 yilgacha men nima ish qilaman, 10 yilgacha nima bo'laman deganidan 90% bola debdi. 90% bola shuning ichida ba'zisi men alim bo'laman debdi. Faqat alim bo'laman. Qanday alimim? Alim bo'laman. Birisi boy bo'laman debdi. Birisi men mashhur bo'laman. Mashhur yani artist yoki parlamentga chiqqandek deganga o'xshamda cho'ng odam bo'laman debdi. Ammo 10% shu 90ning ichida 10% aniq konkretni yozibdi. Konkret qanday yozibdi desa, men 10 yil ichida manchi million pul topaman. Yana ba'zi yozibdi, shu 10%ning ichida men mush 10 yil ichida professor bo'lib, bunda unvon olaman. Yana birisi bir qanchasi
Muşu 10 yıl içinde ben parlamentga kiraman meşhur olup. Degende aydarınızı yazıptı hem yazıp 10 yıldan keyin chaqirtib ularni. Chaqirsa, aşu konkretni yazgan 10% adamning hammasi degan maqsadga yetibdi. Mancha million pul topaman degani mancha million topibdi. Manda professor bo'laman, bunda unvon olaman degani epdi. Aşu 10% adamninki topgan puli 90% yani konkretni bo'lmay, bunda 90%ninki din ziyoda chiqibdi, eshib chiqibdi. Demak, bu yerda bir ishni planlab qilsa, aynan payda bo'lganligi chiqadi. Plansiz bo'lsa, men olim bo'lma deb qo'ysam, qanday olim, nimada olim bo'lsa, fizika olim bo'lamsa, diniy olim bo'lamsa, tarixda olim bo'lamsa, matematikda olim bo'lamsa, bir narsa hammani qilolmaymiz biz. Birini tutuşumuz gerek. Ya sen matematikga usta olsan, ben matematikçi olaman. Yoki sen biologiyaga usta olsan, biologiyachi olaman. Qur'onni yodlashga nayt tiz yodlashga pamiting yaxshi bo'lsa, Qur'onga hofiz bo'laman. Masalan, birini tutsan, hamda ashuning ichidan hamda birini alohida ma'noda cho'qim men g'alaba qilaman degandan ashuningda cho'qim g'alaba qildada. Ashunga isminki ashu planmi konkretni bo'lish kerak. Masalan, o'zinglar har qanday odam 1 oylik plan, 1 yillik plan tüzüp planını üzden hesap ediş gerek. Çünkü insan üzü yalgın etemez, üzünü aldayanmayacak. Biz üzümüz aldısak olmaydı, ziyan tartımız. Çünkü üzümüzde söz veriyoruz. Hey palane, ben, sen, moşu 1 yılın içinde manda kılırsa, 1 yılın içinde manca numara alırsa, manca kitapını okup bilse, manca bari Kur'an yadlap bilse, dep üzümüzde söz verip, onun için andını her katem üzümde aldısam olmaydı o men, dep üzümüz hesap edip aynı kılımız. Çünkü yerde bu muallimden korkap, ata-anamızdan korkap, mundaq iş kılgan bilen iş olmaydı. Bire üzümden korkap, üzümün vicdanından korkap. Biz vicdanımızdan hesap altkan, vicdanımızı hesaplaştıran bolsak, her qanday yerde, meyli muallim tapşırıp bəmisin, muallim kontrol kılsın bəmisin, ya unutup qalsın, biz üzümüzü unutup qalmay, anda kontrol qılgan. Muhina planlıq ayda qılsanlar, ayda qılarız. Men muşu, yana, muşu kichik vaqtimda Qur'onni yodlab bo'lgandan keyin meni Qur'onning ma'nosini ügünüdüğünga, Arap tili ügünüdüğünga bir ustazga bir berdi meni. Ustazga bir bergandan keyin bu ustaz bir kuni Sure Kahf'deki Zulqarnayn'ninki qissasini so'zlab berdi. So'zlab berganda cho'ng taliblar, "Voy ustoz, siz Qur'onni tafsir qilib bersa bizga har shu cuma kunlikda Qur'onning ma'nosini deb bersa desa, ustoz, "Yo, Qur'on degan nadi, men qilolmayman uni" dedi. Qilolmayman degan men hayron qoldimda, men bu ustozni Qur'onning ma'nosini o'rganaman deb kelsam, bu ustoz bu bilmayman deydi, deb shu chaqdan tortib o'ylab, chuqum men yo Misrga ya Hindistonga chiqib o'qisam bo'lgan degan nima kelib, 2 yil yo'l mangdim. 84-yillik ishdi o. 86-yili men chet elga chiqdim, Misrga chiqdim. Misrga chiqdim qandima mening birinchi nishonim Qur'onning ma'nosini bilsam, Qur'onni tafsir qila olsam deb ayda arzu qilganda, Allohning iltifoti bilan Qur'onning tarjimasini qildim men. Qur'onning tarjimasini taqatdim. Qozog'istonda slavyanchisini hozir muftiyning ruxsatini ep bo'ldi. Slavyancha Uyg'urchasi yaqinda chiqdi. Mayada 2 qatim 2019-yili va 2023-yili 2 qatim Qur'onning tarjimasini taqatdik. Ma tafsirni so'kilgan 10 tomlik tafsirni ma'lum. Bu tafsirni Qozog'istonda 2018-yili slavyanchasi chiqib bo'ldi. Chunjidimi bor, Uyg'ur ayindim bor, Yerkatdim bor, Sharaqim bor deb bu. Endi buningki mushma Arabchasi deganimiz bizningki Uyg'urcha, o yoziqdikimiz, Arab harbidagi Uyg'urchasi 2024-yil chiqdi. Demak, men planlıq qildim. Men bunda Qur'onni tafsir qilgan, Qur'onning ma'nosini aytgan bir odam bo'laman dedim. Eng oxiri Allohning izni bilan bo'ldim. Üzem yani ben sizlerge tarihten örneklerini sözlep verdim ya. Tarih tamam, o tarih katta desana hazır biz tirik hayat qarab oturduğumuz da planınki qanchalik payda bo'lganligini. Şuna sizlar mesela o'tirganlar har biringlarningki o'xshashmagan talant yetenek bor. O'xshashmagan talant yetenek bor. O'zingning qiziqqan, o'zingning yeteneki qasnanga ashna yaxshi bo'lsa, ashuni chuqum g'alaba qilaman men deb ayna bel bog'lasalar, chuqum g'alaba qildi adam. Çünkü qilolmayotgan hech qanday ish yo'q dunyoda. Qilolmayotgan hech qanday ish yo'q. Ammo qilg'isi kelmayotgan ish bor. Masalan, bir adam bir ishni qilolmasa, qilg'isi bo'lmaganlikdan qilolmaydi.
Ama kılalsa, kılgısı boğallıktan kılıdı hem de onunca. Şuna sizler binasını niyet kılsak, biz gayret kılsak, Allah Teala çokum bizge kuch koyat durdu. Çokum kuch koyat durdu. Maddi imkaniyat birdi o, akıl parasat birdi o, vakit birdi o. Hemmini birdi o. Bizle gayret kılsak. Ama biz gayret kılıp onumuzdan tumusak bizge hiç kim yürümeydi. Mesela bir gün bir ögüzüge çıkmakçı bakan, yukarı çıkmakçı bakan adam bir şutuğa çıkıp bunda bir kademle alsa, kademni elip an çıkamay qalsam başqalar yülep chiqirib qo'ysin ama uni. Ammo qadamni olmay turib, "Mama o'ziga chiqdim, chiqolmadim" deb o'ltirsa o'rindiqda hech kim ko'tarib ochib qo'ymaydi uni. Avval qadamni elish kerak. Qadamni olsang, birinchi ulab Alloh taolo seni yulaydi. Chiqirib qo'ydi. Hayot ashu hamdacha. Alloh hammanglarni ashu arzu